Assalomu alaykum YouTube kanali ishqibozlari. Andijon qora jo'jalarimiz sotuvga tayyor, 14 kunlik bo'ldi. Jo'jalarimiz o'limdan chiqib qolgan, yaxshi, sog'lom. Bu jo'jaxonam yangi qurildi. Shunga qaramay jo'jalarni tashlaganmiz. Yangi qurilgan jo'jaxonada jo'jalar zo'r katta bo'ladi, buni bilganlar biladi. 14 kunlikda xudo xolasa jo'jalarimiz shunchalik bo'ldi mana. Bugun 13-kun. Pashti 14 kunga o'tyapti. Xona haroratimiz tak. 33 gradusga qo'yib qo'yganmiz. 33 gradus qo'yganda bu apparatimiz o'zi o'chadi. Keyin yana 33 gradusga chiqadi. Xudo xolasa jo'jalarimiz sotiladi akalar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Jo'jalarimiz soni 5000 ta. Yoqqan bo'lsa, mehnatimiz yoqqan bo'lsa, qadrlangan holda like, podpiska bosib qo'yasizlar. Bundan keyingi partiyalarimizni xudo xolasa chiroyli qilib boqib chiqarishga harakat qilamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerimizni qoldiraman. Narxlarni kelishilgan holda dastavkalarni ham qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosishdan chiqmasin akalar.